Beshariq Sho'ro bozori. Tog'a nechinchi qoringa bu? Bolasi nima? Necha litr suti bor? 8 ta. O'rtog'i 8 ta. Narx necha pul? 35. 35 million. Yilillari zo'r ekan. Nechinchi qorin tog'a? Bolasi nima? Puli necha pul? Puli. 35 ga ham bor. Shved nechinchi qorin ekan aka? Bolasi nima? 10 ajimi? Necha pul so'rayapsiz? 16 deyapman aka. 46 million. Ha, bitta olasi bor ekan. Nechinchi qorin ekan? Necha pul so'rayapsiz? Bolasi nima? Zo'r. Nechinchi qoring aka bu? 3-chi aka? Bola nima? Necha pul so'rayapsiz? 35 bering, chinigan bu. Ko'pda so'ma. Mana siz ustiga javob bergan bo'ldim. O'nta suti bor. Zo'r. Javob 10 taga. Javob 10 ustiga. Mashmol aytib o'rni 30 soch suti bor mashmol. Bolasi deydi 22-23 ta beraveradi. Aka nechinchi qoringa bu? Ikkinchi. Bolasi nima? Bolasi 10 ajim. Necha pul so'rayapsiz? 55 ming aytyapman aka. 55 million kami bor. Kami ko'p. Bola 10 ajinchi ekan. Bo'g'ozlarga o'tamizmi? Necha oylik bo'g'oz ekan aka? 2 oylik. Nechinchisiga? Birinchisiga 4 ta kuragi bor ekan. Necha pul so'rayapsiz? 37. Kami bor. Bozor qildimi? 31 million qilishdi. Zo'r. Bozoringiz bersin. Ba'zi bir firibgarlar bitta ikkita mol qo'yincha oladi, boshida 500 ming 1 million qimmatga savdo qiladi. Ishonchingizga kirib olganlar Nechinchi qoring ekan aka bu? 3-chi. hurmatli fuqarolar, bozorda mol qo'y olsangiz, molingiz Necha oylik bo'g'oz? hamda mol bozorimizning hojatxonasining oldida eshakligimiz bor. Qaytarib kelaman. Tatuaj yilda ayollar. Necha oylik aka? Dehqonchilik uchun barcha Necha pul so'rayapsiz? vaksinalar, vitaminlar bor. Boshqalar maslahatdan berishadi, konsultatsiya. 35 million kami bor ekan. Bozor qo'y bozorimizga elektron to'lovni qo'yilgan. Ikkinchi qoring ham? Uchinchi qoring, ha. Bozorga kirganda chap qo'lda o'rnatilgan mol bozoridagi esa novoz bozor. Yerga yotgan variantidan ekanda. 35 kami bor ekan. Bozorda yolg'on ruxsat aka. Ruxsat oldi. Necha oylik ekan aka bu shved? Necha oylik ekan? 7-chi oyga o'tdi. Birinchi qoringa 1,5 yosh.
Nech pul so'rayapsiz? 25 baho so'rayapman. Kami bor. Ko'ring, kelajagi bormi hali? Kami bor. Albatta bor. Nech pul qildi bozor? Qanaveradi, topishmoqda ikimiz topganimiz yaxshi emasmi o'tiraylik. Yo'q, men qizig'ida o'sha Domla endi. ichib bergan masaladan hali mazza yo'q. Unga yetib olguncha qiynalamiz zar, tog'a. 25,5 millionga bermabdi. 27 million deydi. Qormang endi bobo. Qanday endi? Mazza yaxshimi, charchamasdan. Nechinchi qoring bu? Birinchisi bu. Nech pul so'rayapsiz? Nech oylik? 10 kunda tug'adi. Zo'r bozoringizni bersin. Nech pul qildi? Bozor. Tog'a? 31 million qilyapti hozir, berganim yo'q. 31 millionga bermadingiz. Qancha kam bor o'zi? 36 million bering debdim. 36 million kam. Ham bor. Zo'r. 36 kam bor 36 ekan. million kam bor. Ko'ringlar. Muxtor Ali bitta bonusga mola qilibdi. Bu rastiski nech pul ekan? Nech oylik? 8 oyga to'lgan 9 oy. Birinchisiga. Hali kuragi yo'q, buzuq. Zo'r ekan. Nech pul so'rashdi bozor? Bozor nech pul so'rashdi? 42 so'rashdi. 42 million so'radi. Bunisi nech pul? Bu ham birgami? Birinchi qorinmi? Necha oylik? 15 kun uzoq. 9 oylik bo'lmasa. Chiroyli kelishgan mollar ekan. Nech pul dedingiz buni? 34 qildi. 34 million so'radi. Ketdi vaqara. Hozirga tuzumisiz, charchamasdan yurgizingizga necha oylik? 9 oylik. Tayyor. Nech pul so'rayapsiz? 38 deyapsiz. Bozor so'radimi? 35 million bozor so'rayapti. Dishlari zo'r ekan. O'zimizni joydagi mollardan ekanda. Nechinchi qoring aka? Aka ikkinchi qoringa bu. Nech pul so'rayapsiz aka? Yo'q, nargisini so'rayapman. Ha, nargisini Bu so'rayapsiz. aka ikkinchi qoringa quruq somat tashlasangiz yemasa mol qaytib oladi. Necha oylik? 9-oyga o'tgan. Voy, mana uni bering. 9-oyga o'tgan. Ikkinchi qoringa. Nech pul deyapsiz uni? Qaysini 27 kami bor aka. Qaysini savdo qilyapti? Unisini qorasi olasini. Olasini savdo qilyapti. Nech pul so'rayapti? 28 beray dedi. Oho, hali ancha bor bu. Necha oylik u? Bitta furan pulni tiqishim kerak yana, uning uchun bor-ku. Unisi necha oylik? Olasi. Tayyor aka, Ikkovi ham tayyor ekan. Olasini 28 qilyapti mana. Bermayapti 28 millionga. Savdo bo'ldimi? Qancha? Doim bo'ladi. Doim bo'ladi. Telefonni qo'yib qo'yamizmi? 94lik. Aka nechinchi qoringa bu? Nech pul so'rayapsiz? Nech pul so'rayapsiz? 4-chi qoringa 45 so'rayapsiz. Nech pul qildi bozor? 37 qilyapti.
37 qilyapti ekan, 45 so'rayapti ekan. 25 ta sutiga garantiya. Deyapti endi uyda mol egasi. Mol yaxshi, uni zo'r. Ha, yo'q, qo'ying bunaqa mol. Birinchi qoringa necha oylik aka? 2 oylik. 2 oylikdan o'tgan. Ishonarli, o'zilari bor. Video tasmasi bor. Nech pul so'rayapsiz, og'a? Yo'q, beraveradi. Nech pul deyapsiz? 25 million. Kami bor. Kami ko'p. Kami bor. Zo'r. Chiroyli kelishgan mol ekan. O'zimizni yerga yotgan variantlardan. Idishlari ham zo'r, oq yelin. Suchkalari ham zo'r. Nech pul so'rashdi bozor? Endi keldik o'zi, kechroq Endi keldik. keldingiz? Men buzovni sotib keldim. Ha, bo'ldi. Bozoringiz bersin. Bu yigitlar mana shu bemor ukamiz Hayitov To'yjonning sinfdosh do'stlari bo'lishadi. Mana shu do'stlari bir Necha oylik bu? Bormi? Aniq. 17 million zo'r. Nech pul so'rayapsiz o'zingiz? 20? 20 million deyapti mana egasi. 17 millionga bermayapti ekan. Chiroyli mol ekan u. mana shu haqiqiy sinfdosh do'stlari mana shu birodarim bemor bo'lib qolgan payti kechaning kecha demay sovuq demay mana shu ukalari bu yerdan yig'ildilar. Mana shu ukalardan Alloh taolo rozi bo'lsin. Bu nechinchi qoringa ekan aka? Birinchisiga necha oylik? Mana shu qiyomatda do'stlar. Zo'r. Nech pul so'rayapsiz? Sotildi bu 28 million. Ha, 28 millionga sotildi, zo'r. Kishi buzuv. 28 millionga baraka bo'pti. Senga madad beradigan do'stlaring bo'lsin ekan. Yaxshi, chiroyli mol. Ehsonda bardavom bo'laylik. Ehsonning mukofoti faqat ehson. Nechinchi qoring aka bu? Necha oylik? 8 oylik. Puli nech pul? 45. Kam bor. Bozor so'rashdimi? Aka meni olmang-a. 45 million. Kami bor. 2 oylik? 6 oylik. Nech pul so'rayapsiz? 30 kami bor. Nechinchi qorin aka? Necha oylik? 6 oy. Puli nech pul? 23 million. Boshingizga ko'rinib keladigan bola qozon arashadi. Kami bor. Sadaqangiz do'zaxga parda bo'ladi. Berayotgan iftor sadaqangiz Necha oylik dedingiz? 6 oylik. Berayotgan iftor sadaqangiz 20 million kami bor. barchalaringizni mana shu Alloh taolo bergan farzandlaringiz mana shu kelajakda dinimizga, xalqimizga xizmat qilgan Mavjud qurollar, olim qurollar bo'lib ketdi, xudo xolasa. Qanaqangi maqsadlaringiz bilan orzu havas Nech pul so'rashdi bozor? 20 million 700. 20 million 700 ga bermadingiz. Qo'shilsa berasiz. Yaxshi, bozoringiz bersin. Nechinchi qoring aka bu? 6 tish ekan. 6 tish nech pul so'rayapsiz? 15. Nech litr suti bor shekilli? Suti bor aka. Qo'l yeti bormidi aka. Qo'l yeti bormi degan tepami? Nech pul so'rayapsiz? Portaga kaltaroq shu. Qo'ying, tepib bo'lmasin. Ko'ring. Nech pul so'rayapsiz? 15 nech pul aytyapti? 18. 18 qilyapti, mana 15 millionga bermabdi. 15. Egasi 18 million deyapti. Hurmatli akalar, ukalar, diqqat bilan eshitamiz. Aka. Bir do'konchi akamiz Sog'ib do'konlarning ichganmisiz? oldida Nech litr suti 40 bor? seridagi 205 raqamli Spark avtomobiliga tegishli bo'lgan, ya'ni Mo'ydinov Abror Hajji o'g'liga tegishli bo'lgan Spark avtomobili texpasportlari tushib qolgan. Bu do'konchi akamiz olib qo'yibdilar. Bolasi yo'q, olib qo'ygan. Ma'lumotlariga qaraganda shu Qo'qon shahar ekan, Tojik 15-mahalla. Agar bilganlar bo'lsa,
shu yigitchani Mo'ydinov Abrorjon Ahadjon o'g'li akamizni ukamizni bilsalaringiz xabarini berib qo'yinglar. Mana shu bir do'konchi akamiz bularga tegishli bo'lgan Spark avtomobilini tex pasportlarini topib olishgan. Kelishsalar, mana shu do'konchi akamizning telefon raqamlarini beramiz. Shu akamizdan ham rozi bo'lsin. Shu do'konchi akamiz mana shu ma'lumotni farzandlaridan mol bozoriga berib olish. Odam ko'p bo'ladi, har xil bo'lib tumanlarda kelishadi. Noma'lum. Xabarini berib qo'yishadi. Alloh rozi bo'lsin. Qo'yganmisiz? Yo'q, qo'yilmagan. 40 seriyadagi 205 raqamli Spark avtomobilga tegishli bo'lgan, ya'ni fuqaro Mo'ydinov Abrorjon Ahadjon o'g'liga tegishli bo'lgan Spark avtomobilining tex pasporti tushib qolgan. Qo'qon shahridan ekan, Tojik 15 mahalla. Xabarini yetkazib qo'yinglar akalar, eshitgan bo'lsangiz, bilsangiz telefon qilib qo'ng'iroq qiling hozir. Nech pul ekan aka? Nech pul? Narxi o'tgan bu. Nechinchi qorin bu? Tug'magan. Qisira 17 kami bor deydi. Qisira ekan. Mana bitta shvedchamiz bor ekan mana. Shved nech pul ekan tog'a? Shved 14 baho aytyapti. 14 baho aytyapsiz. Bermaganingiz nech pul bo'ldi? 13. Yaqinlashibdi o'zi. Yaqinladi. Bozoringiz bersin. Narsa yo'q bunday. Chiqadi xudo xolasa. Chunki biladi bar kaniga bermayman. Zo'r eti bor ekan. Bozoringiz bersin. Ha, kiloga kelaveradi. Bular nech puldan ekan aka? Bunisi qancha qorasi? Sal eti bor ekan. 20. Unisi-chi? Unisiga ham 20 bering kam. Ikkalasi ham 20 kami bor. Bermaganingiz bo'ldimi? Diqqat. Jupiga. 572 raqamli Labo avtomobiliga. Jupiga 34 million. 572 raqamli Labo avtomobiliga. Mashinangizni olib keling. Yoningizdagilar chiqib ketisholmayapti, ishlari juda ham zarur ekan. 572 raqamli Labo avtomobiliga. Mashinangizni olib keling. 572 raqamli Labo avtomobiliga. Mashinangizni olib keling. Bunisi nech pul aka? Nech pul? Savdo qilyapti? Qancha qilyapti? Aytaraman, 572 raqamli Labo 17,5. Qancha deyapsiz o'zingiz? 23. Qochganmi? Qochmagan-a? Birinchisiga. Fuqarolar bozorga yurganingizda pullaringiz 23 million deyapti ekan, 17,5 million. Mana. 17,5 million qilyapti ekan, to'g'ri? Ha, 23 million deyapti egasi. Ammo yaxshi mol ekan. Yaxshi ekan, sifati bor ekanda. Telefoningizga, qo'l telefoningizga yo syomka qilib qo'ying, yo rasmga olib qo'ying. Olgan sotgan fuqarolar. Mol qo'yingizni sotganingizda Bular nech pul ekan jupiga? Sizami? Navbatda vaqtida Aytavering nech pul? Yolg'on gapirib, birovga dilozor Unisini 14 bo'lmagan narsani Ha, 14,5 qilibdi. Unisini-chi? 15,5. Ha, 15,5. Arzonroq sotasiz va Qiziqmisiz? Charchamasdan yurgizyapsizmi? Sekin, Xudoga shukr. Bunisi 15,5 qilibdi. akalar ukalar. Bunisini-chi? Hozir firibgarlar yangi yil topib Zo'r. Nech pul so'rayapsiz o'zingiz? Sizga elektron prizga gap qilib, 16,5 ga olasi 17 so'rayapti ekan mana. Yillik tariq qilib bering, 20 ming tariq qilib bering dedi. Shunda hushyor bo'linglar akalar. O'tgan hafta ikkita fuqaroni, birlarini 1,5 million aldashgan, birlarini 700 ming aldashgan. Ular bozorga yana mana shu katta hafta bozorga olib qanday kirgan fuqarolarni ko'rib bilib yana fuqarolar raqamini eshitsa bozorda mana Bu shved nech pul ekan bu? Talg'ir. Rossiyga olamiz. Qancha? 13 million. Unisi-chi oqi? 14,5. 14,5 million. 13 millionga 14,5 million. 13 millionga 14,5 million, ha? Bozor nech pul so'radi? 13 million so'radi, 11 million 800 so'radi aka bu. Buni 13 million so'radi, uni 11 million 800 ming so'radi. Ko'chatchilar. Tanamagan bilmagan odamga dollarlar nimaga berishmasin. Agar zarurat bo'lib qolsa, mana mol bozoriga kelsa, biz ko'maklashib olamiz. Ha, kelish keldi. 825 raqamli lavha. Ko'chatchilar. Yarim soat oldin beramiz. 11 qildi. Qancha qildingiz buni? 11, 12. 11 Ha, 11 2 11 million. Bunisi nech pul? Bilmayman. Ha, egasi qani? Endi keladimi? Ha. Egasi endi qilar ekan.
Nargisi 11.2, unisini 11 million qildi. 220 bilan bo'lgandi. Bular nech pul ekan ko'chatchilar? Nech pul so'rayapsiz? 24 so'rayapti. Ikkoviga, juppiga. Unisi nech pul, bunisi nech pul? Bir xilmi? Pashti bir xil. Pashti bir xil. 24 so'rayapman dedingizmi? 24 million so'rayapti degan. Ko'chatchi uni aytishadi. Nech pul qilyapsizlar uni? Tuzumizga charchamasdan. Endi ko'ryapti aka. Ko'ryapti, nech pul aytyapsiz? 10dan. 10dan 2. 20. 20. Zo'r. Bermagingiz bo'ldimi? 18 aka. 18 ga bermadingiz. 18 ga bermabdi. 10dan 20 mana narx aytishyapti. Chiroyli buzoqchalar. Tog'a nech pul deyapsiz? Nech? Nech pul qilyapsiz? 9 million 100. 9 million 100. 12 million aytyapti. Bering tog'a, zo'r. Xursandmisiz? To'g'rimi aka? Ha, zo'r. Hamma tomoshabin bitta. 12 million, 9 million pul ham hazlaganmi? Biz bitta ko'ring tog'a. Yaxshi, mol ham zo'r, pul ham zo'r. Xursandmisiz tog'a? Rahmat. Ma'qul kelsa bering tog'a. 9,5 million qilyapti. 12 million narx aytyapti ekan. Bu ko'chatchalar nech pul ekan aka? Qaysi biri? Uchovi. Pulini aytingchi. Beravering. Bu nech pul? 9,5 bering. 9,5. Bunisi o'rtadagisi. Qisvaribdi. O'rtadagi nech pul? 9 so'rayapti. 9 so'rayapti uni. Bunisi-chi? 7,5. 7,5. 9,5, 9 so'rayapti ekan, bunisini 7,5 deb aytyapti. Akamiz. Alat bu kichik katta nuqta-yu. So'rachi. Bu nech pul ekan olasiz, tog'a? 8 qilyapti. Nech pul so'rayapsiz? 8,5 bersam bo'pti. Aha, 8,5 so'rayapti, 8 million qilib ketibdi. Bizga mana shu qolalar kelib xizmat qilishadi. Bu nech pul ekan talg'ir? Beravering. 8,5 kam bor. 8 kam. Ha, 8 kam bor. Nech pul so'rashdi bozor? So'rayapti bozor. Bozor so'rayapti. So'ra olaverasiz, ana shu alg'irchi. Bormi ashi? Bori mana shu turish. Malades, zo'r. Nech pul so'radi? So'raverasiz. Ayting. Biro 73 beraylik, biro 74 beraylik. Ha, biro 73, biro 74 beryapti. 8,5 million qilyapti. Yerga chiqsa Ko'chatchi. Nima deysiz? Ma'qul. qana bersak? Bo'ldi. Otasi rasm nima ekan? Sementdan Otasi semental, enasi rassizki. Pulichi bular? Zo'r. Pulimi? 20 ga 18. 20 ga 18. O bala. Turtib tashyapti. Katta novoslar pelikanni kelyapti. Ha, shuni aytaman-da. Hurmatli akalar, ukalar, bozordan pullaringizni sanab olishdan xushyor bo'linglar. Ichlarini birma-bir sanab olinglar. Shoshilmasdan. Hurmatli dallol akalar, sizlarga ham iltimos qo'ying, o'zlaringizdan xolis qo'ying aka, iltimos. Bozor tashqarisida birovlar pulini maydalab bering, qiringlar bering, aralashmaydi. Bir sabab maydalamang, yuzga osting. Qanaqa pul bergan bo'lsa, o'sha oldi topdi-da. O'sha pulingizni yuzga boring. Firibgarlar shunaqa yo'l topishgan. Arik pulni sizga beradi, arik pulni mana 100 ming tarixni, 200 ming tarixni maydalab bering deydi. Siz xursand bo'lasiz, pul muhtam bo'lib qoladi. Aslida pulni qaytarib berishga pulingiz bo'lib qoladi. O'sha hafta ikkita qo'lanadi ekan. Tog'a nech pul ekan bular? 16 million. Kami bor.
Bunisi qorasi. 14,5 kami bor. Bermagangiz bo'ldimi? Ha. Qaysi qanchaga bermadingiz? 14,5 13. 14,5 ga 13 ga bermadingiz. Yaxshi. 14,5 ga 13,5 ga bermadi. Ratishga tuzumisiz jupiga 33. Nasir o't tuzumimiz charchamasdan. Nech pulga bermadingiz? Pulga bermabsan. 33 ga bermadingiz. Nech pul so'rayapsiz o'zi? 35 berdi. 35 million berdi ya. 33 millionga bermabdi mana. Ko'chatchalarni. 33 millionga bermabdi. 35 million. Chiroyli mollar ekan. Ay bella. qilyapti 18. 36 qilyapti 18 dan. Nech pul so'rayapsiz o'zingiz? O'zingiz nech pul so'rayapsiz? 20 dan kami bor degan ekan, qimmat aytyapsiz deb. 18 dan 36 million qilyapti mana. 20 dan 40 deyapti, kami bor. Topib olganlar bo'lsa, bolbozlari katta. Novvosalar yaxshi ekan. $20 million zo'r. 20 million. Gibrid nech pul ekan, tog'a? Gibrid nech pul ekan? 20 kami bor deyapman. 20 kami bor. Bermaganingiz bo'ldimi? Bermaganingiz bo'ldimi? Yo'q, hali endi. Endi keldingizmi? Endi ketdi. 20 million kami bor. Simental nech pul ekan? Nech pul? 22 kam bor. Bunisi-chi? 20 kam bor. Uni nech pul qilishdi simentalni? Savdo qilib. Qancha qilishdi? Bermaganingiz. Savdo qilib. Ayting endi. 18 ga bermadingiz. Bunisini? Bunisi jazma. Jazman qilgan yo'q. 20 million deyapti. Bunisini ham 20 million kam bor deydi. 25 kam bor aka. 25 million kam bor. Savdosi qancha bo'ldi? 22 yarim qilyapti. 22 millionga bermabdi. Jupiga nech pul? Jupiga aka beraverasiz 25 dan baho aytyapsiz aka. 25 dan 50 million narx aytyapti ekan. Aganingda olaver, men bir soat. Yo'q, razi. 32 million 34 million. Bittasiga 25 million, bittasiga 25 million. Haqda ham ollanmoqda. Nargisi nech pul ekan? Nargisiga 25 baho aytyapsiz, so'radi. 25 narx aytyapsiz. Ha. 25 million narx aytyapti ekan. Ikkalasi ham bir xil ekan pashti.